Bu kasalimiz bosh miyaga surunkali qon yetishmovchilik tashxisi, uyqu arteriyasi torayishi, uyqu arteriyasining yopilishi bilan kelgan. Bemorimiz tayyorlanib operatsiyaga olindi. Hozir mana operatsiya jarayonida qon tomirdan yopib turgan aterosklerotik blyashka yoki o'sha kalsinozli ateroskleroz blyashkasi olib tashlandi. Shu orqali bosh miyaga qon aylanishi tiklandi. Ichki uyqu arteriyasi hisobiga qon bormayotgan edi, to'silib qolganligi uchun. Shu olib tashlandi. Mana operatsiyamiz tugadi. Endi miyaga qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Mana bu arteriyaning ichidagi aterosklerotik blyashka ichki uyqu arteriyasidan olingan trom cho'zilib, mana shunchalik bo'lib ketgan. Shuni hisobiga miyaga qon bormagan chap tarafdan. Hozir mana olib tashlandi. Operatsiyamiz jarayoni tugadi. Rahmat.